Kadi suyimizni pupanak bosib ketdi. Faqat ko'rib qo'rqib ketmanglar. Qaynonam Gonkongga sayohatga ketganlar, lekin bugun yetib kelishlari kerak. Rovna 1 soatdan keyin uyga yetib boraman deganlari uchun uyni tozalab chiroyli qilib qo'ymoqchiman. Sizlar ham internetda uyni tozalaydigan insonlarning videosini ko'rasizlarmi? To'g'risi men internetga kitsam lentamdan faqat uyni tozalayotgan insonlarning videosi chiqadi. Nimaga boshqa joylarni pupanak bosmadi-yu, aynan o'sha joyni pupanak bosganligiga o'zim ham hayronman. Tolqonbek qaynukam esa divanidan tushgisi kelmaydi. Bunaqa bezbet qaynukalarni birinchi marta ko'rishim. Kadis qaynonam polga gilam qo'yishni juda ham yomon ko'radilar, lekin o'g'lim yurishni boshlaganida yiqilib tushsa yumshoqroq yiqilsin deb ataylab qo'ygan edik va itvachchamiz ham yurganida sirg'anib ketmasin deb ular uchun qo'ygan edik. Lekin afsuski endi gilamlarimizni tashlab yuborishga majburmiz. Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga aynan shu joyini pupanak bosdi-yu, lekin boshqa joyini bunaqa pupanak bosmadi? Bizni uyda polni ham, gazni ham, changni ham shunaqa влажный salfetkada artiladi. Agar влажный salfetkangizni reklama qilish kerak bo'lsa, bemalol adminimga murojaat qilsangiz bo'ladi. Gilamni olib tashlaganimdan keyin uyimizni pupanak hidi bosib ketdi. Shuning uchun chuchkirib tozalayapman. Qaynonam 1 soatda yetib kelarkan deb o'zi ham nara tezligida harakat qilib, yarim soatda hamma yo'lni tozalab tugatdim. Hattoki 2 yoshli o'g'limni bog'chadan olib kelishga ham ulgurdim. Kadis qaynonam men uy tozalayotgan videoni ko'rib, aniq xushlaridan ketib qolsalar kerak. Eng qizig'i, meni videolarimni kadis qaynonamni dugonalari va qarindoshlari ham ko'rarkan, uyimizni shunaqa holatga solib qo'yganimni ko'rishsa, aniq meni qarg'ashsa kerak. Ha, mayli, hechdan ko'ra kech deyishadi-ku. Orqasidan kadis qaynukam ishlatadigan sochiq bilan yaxshilab polimizni yaltiratib artib chiqdim. Qoni kam obunachilarim, qalban birgamiz. Baq